yangi mashinani Abbosga bekor berordingda. O'tgan hafta men mashinam ozgina qirib olgan. Yoshligidan mashinasi bo'lsin orzu qiladi. Sani meni mashinam minib ko'ngling ko'taradi. Juda ham baxtlisan-da o'rtoq. Nimaga? Bir emas, ikkita mashinang bor. Dang'illama uchastkang bor, 2 etajli. Men ham shunaqa sharoitim bo'lganda baxtliroq yasharmidim. Bir kun onajonim bilan gaplashib o'tiribmiz. Zo'r mashinani ko'rib qoldim. Onajon, mana shu mashinani olsam baxtli bo'lardim dedim. Men bilgan achchiq, lekin sen bilmaydigan bitta haqiqatni aytaymi o'g'lim dedim. İnsanlar baxtni har doim kelajakdagi bir nuqtaga bog'lashadi. Ya'ni mashina olsam, uy olsam, mana shu uyimni qursam, baxtli bo'laman deb o'ylashadi. Lekin bilishmaydiki, muammolar, yetishmovchiliklar har doim bo'ladi. Derlar jannatiy Farg'ona. Men hozir baxtli emasman. Men ota-onam bor paytlari baxtli bo'lgan ekanman. Buni hamma narsaga erishib, eng qadrli insonlarni yo'qotganman bildim. Endi aytchi do'stim. Kim baxtliroq ekan? Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tungiret tadbiridamiz, marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Aka, mayli bitta telefon qo'ying. Abbos. Alo, Og'a, ne yaptınsan? labay Abbos. Gay to'xtatib qoldi-yu. Hujjatlarni ber. Ha, jinnimisan? Ishonchnoma yo'q-ku. Hujjatlarni ber, jinni. Xo'p. Mana aka. Mashinani senga olganmi, o'rtoq? Hazillashma og'ayni. Yangi mashinami? Buyursin, yaxshilikka haydang. Rahmat. Rahmat! Rahmat! Nahotki meni butun umrga orzum bir kunda ushadi. Yangi mashina aka, yangi!